Hozir aka, qaqqa ishlayapsiz aka. Qo'llog'iga Shu mashqingizni tros yordamida ham qilsa bo'ladi-yu. hozir. Nima farqi bor tros bilan buni aka? Hop, tros bilan buni farqini so'rayapsan-da, to'g'rimi? Mana hozir ishlayotgan shtangamda turgan holatda tekis vertikal turasan, to'g'rimi? Turgan endi beling tekis bo'ladi. Hamma yuklama через yelka orqali qo'lning oldiga to'g'ri. Sen aytayotgan mashq mana deydi, to'g'rimi? Shu. Bunda ishlagan mahalingda tros hisobiga agar yaqinroq kelsang, men aytgan narsa bo'lishi mumkin. Agar uzoqroq tortib, o'zingga tortadigan bo'lsang, beling orqaga tushirishing kerak. Qaysidir trayektoriyada trosni 40 gradusligini hisobiga bu yuklama kesiladi. Ya'ni ki bundan onsoqroq. Buni afzallik tomoni shundaki, novchoklarga, endi kelganlarga o'rganish uchun bu yaxshiroq variant. Lekin o'zimizni ba'zi doim shug'ullanib yurgan atletlarga bu ko'proq foydali. Massa olish uchun, demak, qo'lni katta qilish uchun mashqimiz yordam beradi, to'g'rimi aka?